Ernazar Bahodir Nizamiddinov bo'laman. Hozir Sharif Rashid tumani soliq inspeksiyasida soliq ma'murchiligi bo'limi davlat soliq bosh inspektorida ma'muriy amaliyot yo'nalishida ishlab kelyapman. Tizimga 94-yil iyul oyida ishga kirib kelganman. Bu vaqtgacha politexnika institutida ishlaganman. Tizimga kirib kelishimga sabab soliq tizimi tashkil bo'lgandan so'ng soliq tizimini kompyuterlashtirish bo'yicha hukumatimizning qarori chiqdi. Mutaxassis o'sha vaqtlarda kam edi. Hamma joyda ham shunga bizga xat qilib, tavsiya qilib, politexnika institutiga xohlovchilarni taklif qilgan. Shunda bizning bir ustozimiz Abdulahad Hayitjon aka soliq tizimiga o'tib ishni boshlagan. So'ng men tavsiya qilgan. Shu sabab bo'lganda soliq tizimiga ishga o'tib ketganman. Soliq tizimiga o'tgan paytimda kompyuter markazi deb atalardi bizning bo'limda. Kompyuter markazi viloyatimiz bo'yicha 3 ta kompyuter bor edi o'zi. 8 ta xodim bor edi. Shundan so'ng soliq tizimi bir kompyuter olib boshladi. 96-yildan boshlab soliq tizimida kompyuterlashtirish hamma tomonidan oldinga chiqdi. U deganim soliq tizimidagi ishlaydigan qog'ozlarimizni biz kompyuterga o'tkazib boshladik, elektronlashtirib. Bu paytlar inspeksiyada shaxsiy hisob varaqalar katta kitoblarda yuritardi mana bunday. Varaqlab har bitta soliq to'lovchi kelsa, uni topib ichidan ma'lumot tagiga yozardi, to'lagan pul yozilardi. Juda katta ish edi. Shularni ko'chirib boshladik. Bundan oldin birinchi soliq to'lovchilarga identifikatsiya raqam berib boshladik. Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami stir. Fuqarolarni endi berib boshladik. Undan keyin tadbirkor subyektlarni identifikatsiya nomeri berib boshlandi. Ularga keyin shaxsiy hisob varaqalari tashkil etib boshladi. Shundan 96-yili kompyuter markaziga bo'lim boshlig'i bo'ldim. Shundan 16 yil kompyuter tizimida ishladim. 2010-yilda yana prezidentimizning yangi qarori chiqdi. Soliq tizimini modernizatsiya qilish to'g'risida bozorlar va savdo kompleksida faoliyat tashkil boshladi respublikada. Endi ungacha men avval soliq tizimida ishlagandim, axborot tizimida ishlab kelganman. Nazorat sho'basida tekshirishlarga qatnashadigan bo'ldik. O tajribali mutaxassisga biriktirib qo'ydi. Bunda ham 6 yil keyin bozorlar bo'limida ishladim. Bundan keyin Paxtakor tumaniga soliq inspeksiyasi boshlig'i o'rinbosari ishga ketdim. Uydan viloyatga qaytib keldim, viloyatda ishladim. Undan so'ng Sharif Rashid tumaniga soliq inspeksiyasi boshlig'i o'rinbosari lavozimiga keldim. So'ng shu yerda boshqa bo'limlarda ishlab, bugungi kunda hozir soliq tizimida faoliyat amalga oshirib kelyapmiz. Men Sharif Rashid tumanida shu soliq inspeksiyasi boshlig'i o'rinbosari lavozimida ishlab kelgandan so'ng bir yildan keyin o'zi pandemiya boshlandi. Odatda keyin sektor tizimida mutaxassisimiz bo'shab ketdi. Undan keyin sektor tizimiga o'tib ketdim. Sektor tizimida albatta fuqarolar bilan asosan bizga 8 ta mahalla biriktirilgandi. Mahalladagi aholi o'rtasidagi muammolar bilan soliq tizimida ishlasam ham o'sha bilan shug'ullandim. Ular murojaatlarni hal qildik. Pandemiya davrida albatta og'ir bo'ldi, chunki bizning sektorimizda Sharif Rashidning Uchtepadagi markazda ko'p qavatli uylar ko'p joylashgan Yangiobod mahallasi bizga qaradi. Bu yerda aholi asosan kunlik ishlarda ishlaydi, ustachilik qiladi, taksichilik qiladi, taksi faoliyatidan shug'ullanadi. 2024-yil sektor faoliyatidan keyin mahallada ishlash tizimi joriy qilingandan keyin men Sharif Rashid tumanida Johra mahallasiga mahalla inspektori biriktirildim. Shunda mening hayotimda bir quvonchli voqea deyman, albatta prezident bilan uchrashish, uni ko'rish kishi bilan nasib etdi. Lekin prezident bilan uchrashgan paytimizda menga navbat kelgan payti oqsoqol siz bilan dedi hisob to'g'risida suhbatlashsak qanday bo'ladi dedi. Keyin hurmatli prezident, mening yo'nalishim bu dedim. Xursand bo'laman dedim. Suhbat jarayonida men sektorda ishlaganim foyda berdi deyman ancha. Chunki prezident bilan men shaxsan o'zim suhbatim 25-30 minut shaxsan men bilan suhbatlashdi. Johra mahallasi shuncha issiqxona qurildi, shunday
640 ta xonadon bor. 520 ta issiqxonamiz bor. Issiqxona qurib, endi bular daromad ko'ryapti. Shuncha vaqtgacha masalan kreditlarni yopdi. Qo'shimcha xarajatlarni qildi dedim, ro'zg'ordan dedim. To'y qiladi dedim. Uy oladi dedim. Mana siz dedim, zamonaviy uylar qurilyapti. Zamonaviy uylardan olinadi. Mashina zavodlarni ishlab turibdi, mashina oladi dedim. Bundan tashqariga dedim, o'shandan boyigandan keyin pul bozorga chiqadi, bozorda pul ilinadi. Davlatimiz boyiydi dedim. Mening maqsadim shu edi. Maqsadim shu edi. Juda to'g'ri fikr aytdingiz dedi. Men xalqda dedi, xalq qachon boyisa, keyin biz davlat boyiydi dedi. Shuning uchun birinchi navbatda men hozir dedi, xalqni boyitishga harakat qilyapman dedi. Taqdirim shu soliq bilan bog'langanidan xafa emasman-da, xursandman. Chunki har doim soliqda bor-ku, yangilik chiqib kelganda, yangilik harakat qilib kelganmiz-da. Bozorlarda u paytda tadbirkorlar hisobga olish ham, murojaat qilish ham qiyin edi, juda janjalli, g'urbatli ishlar bo'lardi. Lekin yana bir tomoni bor, tadbirkorlarimiz ham u paytlar hozirgidek boy bo'lmagan, imkoniyat bo'lmagan. Hozirgi eski soliqchilar biladi. Bozordagi hammasi endi tadbirkorni boshlagan fuqarolar edi. Bugungi tadbirkorlarimiz juda ilg'or bo'lib ketgan. Hamma imkoniyat bor, sharoit bor, kompyuterda foydalanadi. Davlat xohlagancha kredit beradi, imkoniyat yaratib beryapti. Mana soliq hujjat ko'p yengilliklar berdi, imtiyozlar berdi. Lekin avvalgi ishlagan davrlarimizda hamma qo'ldan yetalab soat o'tkazardik. Tushunardi ham, to'lov pulini ham bitta kirib pulni undirgizardik bolalar ham. Soliqchiga oson emas shuning uchun. Soliqchi hech qachon ishni yengil deb o'ylamaganman, mashaqqatli ish har doim. Avvalgi davrlarda masalan soliqchilarda shu naqd pul degan eng katta muammo bordi. Eshitgan bo'lsalaringiz kerak. Mana hozir hammasi o'z yo'liga tushib ketdi. U payt lekin tadbirkor boshiga bor pulni sanab, bankka topshirtirgizib, hisob-kitob hech kim unga borib, viloyat hokimiyatiga ham borib hisobot berib, xaltalab inspeksiyalar tadbirkor bilan birga pulni olib kelgizib turardi bankka. Topshirtirib, naqd pul bo'yicha rejani bajaryapti debdi. Bu hech qaysi oson bo'lmagan. Siz soliqchining mehnati bilan bizning O'zbekistonimiz mana bugun shu holatga keldi. Soliqlar davlatimiz xazinasining tayanchi deydi. Bu biz o'sha soliqchilar o'shani yig'ib, chumoniday mehnat qilib yig'ib bergan odammiz. Qilgan mehnatlarimiz hammasi yig'ilgandan keyin odamlar ish haqi bo'lib boradi, ish haqi bo'ladi. Yo bo'lmasa kasalxonaga davolanadigan mablag'lar, sharoitlar qilinadi, ishlatiladi. Hammasiga maqsadli davlat tomonidan maqsadli ishlarga yo'naltiriladi. Shuning uchun bizning ishimiz albatta men o'zim o'ylayman, mashaqqatli, savobli ish deb o'ylayman. Lekin yengil ish emas. Avvaldan tizimimizda shu ustoz shogird tizimi bor edi. Hozir ham bor, Xudoga shukr. Ustoz faqat bitta yo'nalishdan bir xil bir og'iz gapi bilan, bir xillar o'z tutish bilan, qog'oz qilish, qog'ozni ishni tartibga keltirish bilan har xil ustoz bo'ladi. Rahbarlarimizning talabi bo'yicha qilib yomon bo'lganimiz yo'q. Shuning uchun yoshlarga tavsiyam bilimni oshirish kerak. Chunki o'sha biz yosh paytimizda hozirgidek imkoniyatlar yo'q edi. Bilimni oshirsa bo'ladi, tillar o'rgansa bo'ladi. O'zing ustida ishlash kerak. Yoshlarga hozir juda davlatimiz tomonidan katta imkoniyatlar qilib berilyapti. Sharoitlar bor. Faqat bu yerda yoshlarning o'zining harakatiga bog'liq. Sal bir harakati bor, katta yoshdagi tajribalardan maslahat olish kerak. Yoshlar mas'uliyat his qilsa, o'zining kelajagi yaxshi bo'ladi. Lekin ular albatta shu tizimda ishlayman desa, soliqning mashaqqatli kasb ekanligini o'ziga qabul qilib olish kerak. Va o'zing ustida har doim ishlash kerak. O'zing ishlasa, bir bilimi bo'lsa, albatta bu yerda tanish bilish degan narsa yo'q soliq tizimiga turibsiz. Mehnat qil, mana senga lavozim, mana senga pul, oylik premiya beryapti hozir. Mehnat qil o'zingga, Alloh ajratib qo'ydi. Beparvo bo'lib, norozi bo'lib yurgan odamdan uni bir narsa kutib bo'lmaydi. Boshida ham aytib ketdim, soliq tizimida ishlayotganimdan faxrlanaman, g'ururlanaman. Shu boya yana takrorlayman. Rahbarimiz aytgandek, shu kasbda ishlab
obro'ga erishdik, shuncha tanib orttirdik, ish o'rgandik, kasb egasi bo'ldik. Farzandlarim bor 4 nafar. O'qitdim ularni ham. Hammasi shu kasbning orqasidan. Kasbim men faxrlanaman ham hurmat qilaman.